Assalomu alaykum. Efirda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyat dasturi. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh etilgan jinoyatlar va joylarda huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Bugun dasturimizda onlayn qimor faoliyatini tashkil etish hamda ularning moliyaviy operatsiyalarini amalga oshirishga oid faoliyatga chek qo'yildi. Yirik ishlab chiqarish korxonasidagi o'g'riliklar fosh etildi. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda jinoyat yashirin qolmaydi. Baxmal tumanida Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan bog'liq jinoiy harakatlarga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositasini tarqatish zanjiri bosqichma-bosqich fosh etildi. Bugungi kunda yurtimizda giyohvandlik bilan bog'liq har qanday huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz yondashuv ta'minlanib, qonunni buzgan shaxsning javobgarlikdan qochishiga yo'l qo'yilmaydi. Zero qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda jazo muqarrarligi huquq tartibotining eng muhim kafolatidir. Bu borada respublika bo'ylab o'tkazilayotgan Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi profilaktika, ogohlantirish va jinoyatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Baxmal tumanida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir ham ana shunday chora-tadbirlarning amaliy samarasini namoyon etdi. Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tadbir davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoiy zanjir fosh etildi. Tadbir jarayonida bir nafar shaxs xolislar ishtirokida o'zida bo'lgan polietilen paketlarga qadoqlangan moddani ichki ishlar organlari xodimlariga taqdim etdi. Nazorat tartibida o'lchab ko'rilganda uning umumiy og'irligi 1643 grammni tashkil etgan bo'lib, tashqi belgilarga ko'ra OP giyohvandlik vositasiga o'xshash modda ekani aniqlandi. Ashyoviy dalil protsessual tartibda rasmiylashtirilib, ekspertizaga yuborildi. Dastlabki surishtiruv davomida mazkur shaxs ushbu giyohvandlik vositasini Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqarodan 500 AQSh dollariga sotib olganini ma'lum qildi. Shu asosda tezkor tadbirlar davom ettirildi. Natijada giyohvandlik vositasini tarqatish bilan shug'ullangan shaxs navbatdagi noqonuniy savdo vaqtida qo'lga olindi. U xaridorga 50 grammga yaqin OP giyohvandlik vositasiga o'xshash moddani 1000 AQSh dollari evaziga sotayotgan paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan ushlandi. Kechiktirib bo'lmas tartibda gumonlanuvchining yashash xonadoni va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda, hovlining bog' qismida yashirilgan plastik idishdan 21 dona polietilen o'ramga joylangan umumiy og'irligi 40 grammni tashkil etuvchi OP giyohvandlik vositasiga o'xshash modda aniqlandi. Barcha umumiy 100 grammga yaqin ashyoviy dalillar belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tergov natijalariga ko'ra, barcha holatlarga huquqiy baho berilib, qonunchilikda belgilangan tartibda qaror qabul qilinadi. Insonning sha'ni, qadr-qimmati va shaxsiy hayoti qonun bilan himoya qilinadi. Shaxsiy foto yoki videolarni tarqatish bilan qo'rqitib, mulkiy manfaat orttirishga urinish esa qonunga zid harakat hisoblanadi. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ana shunday tovlamachilik jinoyatiga chek qo'yildi. Hozirda ijtimoiy tarmoqlar odamlar o'rtasida muloqot qilish va axborot almashishning muhim vositasi sanaladi. Biroq ulardan noqonuniy maqsadlarda foydalanish, ayniqsa fuqarolarning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni bosim vositasiga aylantirib, mulkiy manfaat orttirishga urinishlar ham uchrab turibdi. Bunday harakatlar insonning sha'ni, qadr-qimmati, shaxsiy hayoti daxlsizligi va mulkiy huquqlariga tajovuz hisoblanadi. Paxtakor tumanida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir ham qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'lida amaliy ishlar samarasini yana bir bor namoyon etdi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida Paxtakor tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda tovlamachilik jinoyatiga aloqadorlikda gumon qilingan shaxs protsessual tartibda ushlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanning Paxtakor mahallasida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining mahalladoshi bo'lgan 1996-yilda tug'ilgan shaxsning shaxsiy foto va video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, uning obro'siga putur yetkazish bilan qo'rqitgan. Shu yo'l
bilan u jabrlanuvchidan 1.500.000 so'm miqdorida pul talab qilgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan pul mablag'ini olgan vaqtda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlandi. Holatga doir ashyoviy dalillar belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, tergov uchun olib qo'yildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov natijalariga ko'ra barcha holatlarga qonunchilik talablari asosida huquqiy baho beriladi. Fuqarolarning sha'ni, qadr-qimmati, shaxsiy hayoti va mulkiy manfaatlari davlat himoyasidadir. Ularga tahdid qilish, shantaj yoki tovlamachilik orqali noqonuniy manfaat ko'rishga urinish hech qachon oqlanmaydi. Eng muhimi, qonunni chetlab o'tishga uringan, boshqalarning huquq va erkinliklariga tajovuz qilgan har qanday shaxs uchun jazo muqarrar. Yillar davomida yirik ishlab chiqarish korxonasidan elektr generatorlari va tikuv mashinalari o'g'irlab kelingan. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyat fosh etildi. Hozir shu haqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida yirik miqdordagi o'g'irlik holati fosh etildi. Ip yuguruv uskunalarining 91 ta dvigatel qismi o'g'irlangan. Nargi binoga devorni buzib o'tishgan. Mamlakatimizda mulk daxlsizligini ta'minlash, ishlab chiqarish korxonalari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarning oldini olish hamda iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatlarni tezkor fosh etish, ularning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish yuzasidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tezkor tadbirlar natijasida Jizzax shahri hududida joylashgan yirik xorijiy ishlab chiqarish korxonasida uzoq yillar davomida sodir etib kelingan o'g'irlik jinoyati fosh etildi. Ichki ishlar organlarining 112 yagona dispetcherlik xizmatiga mazkur korxona xo'jalik mudiri murojaat qilib, 2022-yildan buyon korxona hududidan jami 91 dona elektr generatori va tikuv mashinalari o'g'irlab ketilganini ma'lum qildi. Gumonlanuvchi shaxslar mis kabellarini olish uchun nargi binoga tuynik orqali, ya'ni devorni buzib o'tishgan. Murojaat asosida Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan keng qamrovli tezkor qidiruv tadbirlari tashkil etildi. Dastlab korxonada turli vaqtlarda qorovul bo'lib ishlagan shaxslar o'rganilib, ular bilan tezkor so'rovlar o'tkazildi. Shu bilan birga video kuzatuv kameralari yozuvlari, axborot texnologiyalari imkoniyatlari va boshqa tezkor ma'lumotlar atroflicha tahlil qilindi. Tahlillar davomida Sirdaryo viloyati davlat raqamiga ega bo'lgan avtomashinalar muayyan kunlari kechki vaqtda korxona hududiga kirib, yaqin chiqib ketgani aniqlandi. E'tiborlisi, mazkur holatlar aynan Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida yashovchi qorovul navbatchilik qilgan kunlarga to'g'ri kelgan. Tezkor tadbirlar natijasida qorovul o'z mahalladoshini navbatchilik kunlari korxonaga chaqirib, elektr generatorlari va tikuv mashinalarini noqonuniy ravishda olib chiqib sotib kelgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, ushbu mulklarni tashish ishlarida yana 2 nafar mahalladoshi muntazam ishtirok etgani ham aniqlandi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida Jizzax shahrida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan yirik miqdordagi o'g'irlik holati fosh etildi. Ayni paytda Jizzax shahrining Sayil joyi mahallasida joylashgan yirik ishlab chiqaruvchi korxona tekstilda katta o'g'irliklar sodir etilgan. Ip yuguruv uskunalarining 91 ta dvigatellari o'g'irlangan. Shuningdek, tikuv mashinkalarining 7 tasi hujjatlashtirib olingan hamda shitlardan yechib olingan sim kabellar, juda katta miqdorda sim kabellari o'g'irlangan. Yana shuni aytish kerakki, bir qancha sim kabellar va metallar metallom oluvchilarga sotilgan. Ayni paytda viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagi raqamlar kattalashishi mumkin. Surishtiruv davomida o'g'irlangan elektr generatorlari, tikuv mashinalari hamda mis kabellari Toshkent viloyatining Bekobod tumanida istiqomat qiluvchi metallom qabul qilish va sotish bilan shug'ullanuvchi shaxsga sotib yuborilganligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbirlar jarayonida ushbu shaxsdan 4 dona elektr generator va 7 dona tikuv mashinasi ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Hozirda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Jizzax shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur shaxslarning boshqa o'g'irlik jinoyatlariga ehtimoliy aloqadorligini
aniqlash yuzasidan tezkor qidiruv va protsessual tadbirlar davom ettirilmoqda. Ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish, mulk daxlsizligini ta'minlash va qonun ustuvorligini qaror toptirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom ettiriladi. Har qanday jinoyat uning sodir etilgan vaqtidan qat'iy nazar qonun doirasida xolisona o'rganiladi va aybdor shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda huquqiy choralar ko'riladi. Zero qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda jinoyat jazosiz qolmaydi. Qonunbuzarlik uchun jazo esa muqarrardir. Bir lahzada boyish va'dasi bilan insonlarni qimor domiga tortayotgan noqonuniy onlayn platformalar bugun nafaqat fuqarolarning mablag'larini, balki ularning butun hayoti va kelajagini ham xavf ostiga qo'ymoqda. Smartfon orqali bir necha tugmani bosish bilan boshlangan qimor ko'plab insonlarni qarzdorlik, mol-mulkidan ayrilish va og'ir ijtimoiy oqibatlarga olib kelmoqda. Jizzax viloyati aniqlangan navbatdagi holat esa internet ortida faoliyat yuritayotgan bunday jinoiy sxemalar qanchalik puxta tashkil etilayotganini yana bir bor namoyon qildi. Raqamli texnologiyalar insonlar hayotini yengillashtirayotgan bugungi kunda internet makonida jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan illatlar ham tobora ko'payib bormoqda. Ana shunday xavfli illatlardan biri onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlardir. Dastlab oson daromad manbai sifatida ko'rinadigan bunday platformalar aslida minglab insonlarning iqtisodiy ahvoli, oilalar tinchligi va kelajagiga putur yetkazmoqda. Eng achinarlisi, qimor o'yinlariga qaram bo'lib qolgan ayrim fuqarolar yutqazgan mablag'ni qaytarish ilinjida kredit olishga, qarzga botishga, hatto uy-joyi, avtomashinasi va boshqa mol-mulklarni garovga qo'yish yoki sotishgacha majbur bo'lmoqda. Shu qarz sabab o'z joniga qasd qilish holatlari uchrayotgani ham bor gap, afsuski. Bir lahzalik havas va tez boyish ishtiyoqi ko'plab oilalarning parokanda bo'lishiga, turli jinoyatlar sodir etilishiga sabab bo'layotgani ham sir emas. Bu kabi platformalarning ortida esa faqat qimor emas, balki noqonuniy moliyaviy aylanmalar, kiber jinoyatchilik, pullarni yashirish sxemalar va fuqarolarni turli aldovlarga tortuvchi jinoiy tarmoqlar yashiringan. Shu bois mamlakatimizda onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish hamda ularning faoliyatiga ko'maklashishga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Ana shunday chora-tadbirlar doirasida respublika miqyosida o'tkazilayotgan sog'lom va xavfsiz yurt tezkor profilaktik tadbiri davomida Jizzax shahrida onlayn qimor faoliyatini tashkil etish hamda ularning moliyaviy operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanish holatiga chek qo'yildi. Yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida olingan tezkor ma'lumotlarga asoslanib o'tkazilgan tezkor tadbirda Jizzax shahrining Hamid Olimjon mahallasida jahon internet tarmog'i orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tkazish provayderlik vazifasini bajarib kelgan shaxslar aniqlandi. Tekshiruvlar davomida ushbu noqonuniy faoliyat yakka tartibda emas, balki oilaviy tarzda yo'lga qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Xususan, 1995-yilda tug'ilgan gumonlanuvchi, 1967-yilda tug'ilgan otasi hamda 1997-yilda tug'ilgan kompyuter dasturlash sohasida faoliyat yurituvchi ukasi bilan birgalikda xorijiy bir XBet qimor platformasi uchun maxsus Telegram bot ishlab chiqqan. Materiallarga ko'ra, mazkur bot fuqarolardan qimor o'yinlari uchun mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini o'tkazish jarayonini avtomatlashtirgan. Shu orqali internet tarmog'iga onlayn qimor platformasi uchun noqonuniy to'lov provayderligi tashkil etilgan. Ayni paytda xonadonda tegishli tartibda o'tkazilgan tintuv jarayonida demak 3 milliard 231 million so'm pul, 355.510 dollar hamda 230 yevro, shuningdek 76 ta bank plastik kartasi, 10 ta telefon, 40 dona fleshka va kompyuter jamlanmasi va 4 ta pul sanash mashinkalari tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi va tekshiruv ishlari davom etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi Python dasturlash tili yordamida yaratilgan mazkur botga o'zining oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilgan 76 ta bank plastik kartasini biriktirgan. Natijada qimor o'yinlariga mablag' qabul qilish va yutish mablag'larini chiqarish jarayoni avtomatik ravishda amalga oshirilib, mazkur noqonuniy sxema qariyb 4 yil davomida faoliyat yuritgan. Ayni paytda tegishli tartibda tintuv va tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Siz ko'rib turgan bu joyda 8 ta VIP zal va eng zamonaviy jihozlangan 56 dona kompyuterlar borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, kiber jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining
278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ushbu jinoiy guruh a'zolariga tegishli bo'lgan uyali aloqa vositalari va serverlari ko'zdan kechirilganda ushbu shaxslar 619.500 AQSh dollariga teng bo'lgan jami 7.434 million so'mlik kriptoaktivlarni qonunga xilof ravishda olish, o'tkazish va ayirboshlash provayderlik faoliyatini amalga oshirib kelganligi aniqlanib, hujjatlashtirildi. Shuningdek, Telegram bot tranzaksiyalari ko'zdan kechirilganda 80.331 holatda 4.037.000 AQSh dollariga teng bo'lgan jami 48.445 million so'mlik qimor o'yinlariga depozit kiritish va chiqarish xizmatlarini amalga oshirib kelganligi aniqlanib, hozirda ushbu jinoiy guruhning boshqa noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, mazkur holat onlayn qimor faqatgina o'yin emas, balki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etiladigan katta moliyaviy aylanmalarni o'z ichiga olgan kiber jinoyat turlaridan biriga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Bu jarayonda turli dasturiy yechimlar, botlar, elektron to'lov vositalari va bank kartalaridan foydalanilmoqda. Fuqarolar esa har qanday holatda ham oson boyish haqidagi yolg'on va'dalarga ishonmasligi, shubhali Telegram botlar, internet platformalari va noqonuniy to'lov tizimlaridan foydalanmasligi lozim. Qonunchilikka muvofiq onlayn qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish, ularning faoliyatini moliyalashtirish, to'lovlarni amalga oshirishga ko'maklashish yoki bunday noqonuniy sxemalarda ishtirok etish uchun tegishli javobgarlik belgilangan. Zero qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda jazoning muqarrarligi jinoyatchilikka qarshi kurashning eng muhim va ta'sirchan kafolatidir. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.